Pele dunyo yulduzlari ichida faqat Raulga o'yin tugashi bilanoq qo'ng'iroq qilib qo'yar ekan. Raul Madrid 98-yilgi Chempionlar Ligasi finalini rohatlanib kuzatgandim. Qirollik klubi g'olib bo'lgandi. Keyin esa Yaponiyada Toyota Kubogi o'tkazildi. Unda madridliklar Vasco da Gama bilan to'p surishdi. O'sha kuni Raul faoliyatidagi eng go'zal gollardan birini yo'lladi. Ispaniya terma jamoasida 2008-yilgi o'yinlargacha taktik yo'nalish deb baholanadigan uzun pas amalga oshiriladi. Raul chap oyog'i bilan to'pni ozgina qochirib yuboradi. Birinchi ko'rinishda bu xatoga o'xshaydi. Aslida esa hujumchining ayyorona harakatlari edi. Darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqay desa, himoyachi juda yaqin kelib qolgan. Bu paytda to'pni chaproqqa olib qochish lozim. Keyin himoyachi to'pga tashlanishdan boshqa chora topa olmaydi. Keyin esa o'ng tomonga aldaydi. O'ng tomonga aldashi bilanoq boshqa himoyachi yetib keladi. Tabiiyki, u ham jon holati to'pga tashlanadi. Chunki Raulning chap oyog'i bilan zarba yo'llashini biladi. Ammo ispaniyalik iqtidor egasi uni ham o'tkazib yuborib, to'pni o'ngga olib ketadi. Natija bir harakatning o'zida ikki himoyachi va darvozabon jarima maydonchasi ichida arifmetik harakatlarga aldarishadi. Raul esa asosan yurish uchun yaralgan o'ng oyog'i bilan bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'llaydi. Bu gol takroriy lavhada namoyish etilgach, o'yinni sharhlab borayotgan Viktor Gusev shunday degandi: "Da, eta Raul." Xullas, o'sha paytda mening sevimli nashrim hisoblangan bir gazetada ushbu o'yinga yozilgan sharh ajoyib sarlavha ostida chiqqandi. Raul Madrid